Yaponiyaga kelganimga 10 yil bo'ldi. 2015-yil kelganman. Birinchi Yaponiya qiziqishimga ikkita ta'siri. O'zim yoshligimdan mashinalarga juda qiziqishim katta. Ayniqsa yapon tili maktabida ta'lim olish imkoniyatida universitetga kirganman va 4 yilimiz atrofimiz deyarli 80% yaponlar bo'lgan. Lekin u yer umuman boshqacha muhit bo'lgan. Birinchi yapon tili. Xo'sh, albatta o'sha aytganingizdek Yaponiyada o'sha Nenkozorus, ya'ni oldin kirgan odam darajasi birinchi navbatda o'sha Yaponiyada ya'ni saytegenlik. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Dilshodbek Zakirov. O'zbekiston Xorazm viloyati Hazaras tumanidanman. Yaponiyaga kelganimga 10 yil bo'ldi. 2015-yil kelganman. O'sha boshida yapon tili maktabiga kelib, undan keyin universitetga kirganman va 2,5 yil yapon kompaniyasida tajriba orttirib, hozirda Yaponiyaning IT prefekturasi Nagoya shahrida joylashgan Global Silk Road kompaniyasini savdo bo'lim boshlig'i lavozimida ish yuritib kelyapman. Birinchi Yaponiyaga qiziqishimga ikkita asosiy sabab bor. Birinchi sabab ikkita akam Yaponiyada, Yaponiyaning universitetida tahsil olishga va o'shani ta'siri ham bo'lgan va ikkinchi ta'siri o'zim yoshligimdan mashinalarga juda qiziqishim katta, ayniqsa yapon mashinalariga. Toyota, Lexus yoki Mazda shunga o'xshagan mashinalarga juda qiziqishim katta bo'lganligi sababli Yaponiyaga borish orzusi yoshligimdan bo'lgan. O'sha sababli 2015-yilda Yaponiyada yapon tili maktabida ta'lim olish imkoniyati paydo bo'lgan va o'shaning uchun 2015-yil sentyabr oyida Yaponiyaga kelganman va 1,5 yil yapon tili maktabida o'qib, N3, N2 darajalarini qo'lga kiritgandan keyin yapon tilida universitetga kirganman va 4 yil davomida menejment fakultetida tahsil olib, undan keyin 2021-yil mart oyida o'qishni bitirganman va aprel oyida Toyota Group kompaniyasiga Toyota avtomobillarini va Toyota Lexus Daihatsu avtomobillarini butlovchi qismini ishlab chiqaruvchi supplier kompaniyasiga savdo bo'limi xodimi sifatida ishga kirganman. Bu yerda 2,5 yil tajriba orttirganman. Undan keyin yana boshqa sohalarda ham ishlab ko'rish va O'zbekistonga ham aloqador ishlarni qilish xohishi paydo bo'lganligi sababli u ishimdan hozirgi ayni paytdagi Global Silk Road kompaniyasiga ishimni o'zgartirib, bu yerga xodim bo'lib turib ishga kirganman. Eng birinchi o'sha yapon tili maktabda umuman atrofimizda yaponlar bo'lmagan, faqat chet ellik yapon tili o'rganganmiz. Bundan universitetga kirgan paytimiz atrofimiz deyarli 80% yaponlar bo'lgan. Bu yerda qaysidir ma'noda yapon jamiyatini, ichkaridagi muhitni o'rganish bu yerda bizga ancha universitet muhiti bizga ancha katta yordam bergan, lekin universitet bitirgandan keyin men deyarli tayyorman yapon jamiyatiga deb turib kompaniyaga ishga kirganman, lekin u yer umuman boshqacha muhit bo'lgan. Birinchi yapon til jihatdan, ya'ni kitobdagi yapon tili bilan hayotda ishlatiladigan yapon tili umuman boshqa va boshida o'sha 2-3 oycha bizga ancha yuvosh muomala qilishdi, lekin 3 oy o'tgandan keyin nima emas, siz yapon kabi bo'lishingiz kerak bu yerda. O'shaning uchun bu bir jihatdan sal qiyinchilik ham tug'dirdi, lekin katta tajriba bo'ldi. Chunki ya'ni yapon jamiyatida yaponlar qanaqa hissiyotni o'zidan o'tkazadi, qanaqa vaziyatda, qanaqa sharoitda ishlaydi degan narsani men o'sha yerda oson qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni eng og'ir darajalarigacha ko'rdim. Ya'ni 3 oy o'sha zavod ishga kirgan paytda 3 oylik zavod nima bo'lgan? Praktika davri bo'lgan. Bu yerda gemba jishu deydi. O'sha zavodda issiqda yozni iyul oylarida o'sha yerda zavodda ham ishlaganman. Undan keyin bu taraf ishga o'tgandan keyin savdo bo'limida ishlaganman. O'zingiz ham yaxshi bilasiz, kompaniyaga eng pul kirib keladigan bu savdo bo'limi. Bizning kompaniyamizda 1700 ta odam bo'lgan, xodim bo'lgan, lekin savdo bo'limida 4 tagina salesman, ya'ni 4 ta erkak nima bo'lgan, savdo bo'limi xodimi bo'lgan va 3 ta assistent bo'lgan, ayol kishi. O'sha 1700 kishini nimasini oyligini topadigan o'sha katta aylanadigan necha million yenani, milliard yenani o'sha 4 kishi o'sha yerda olib kelgan va o'sha 4 ta kishining bittasi men bo'lganman o'sha yerda. Va bu orqali qay darajada bu yaponlar pressure, ya'ni bosim ostida ishlaydi va bu jamiyatda va kompaniyaning ichida qanaqa sharoit bo'ladi, qanaqa vaziyatlar bo'ladi, turli xil yaxshi yoki yomon vaziyatlar, bularni o'rgandim va yana yaxshi tarafi o'sha bu yapon kompaniyasi, ayniqsa Toyota kompaniyasida ishlasangiz, oyligingiz, yillik daromadingiz yuqori bo'ladi. Buni bitta yaxshi tarafi, yapon jamiyati yaxshi ko'radigani, daromadingiz oshsa, siz baribir o'sha daromadingizga qarab turib soliq to'laysiz. O'sha solig'ingiz atrofga, ya'ni sizdan kamroq oylik oladigan, daromad oladiganlarga qaysidir ma'noda o'sha nima bor, balans bor. Bu jihatdan o'sha yerda ishlaganim jamiyatni o'rganishga va o'sha oylik tarafdan, ish jihatdan turli xil o'zimga har xil narsalarni o'rgandim. Ya'ni
o'sha kompaniyaga kirmasdan o'rgana olmaydigan narsalarni jamiyatni tushunishda menga juda katta tajriba bo'ldi. Xo'sh, albatta o'sha aytganingizdek Yaponiyada 3 yil ishlash kerak, ya'ni keyingi kompaniyaga o'zgartirish uchun 3 yil degan oldindan shunaqa aytib kelingan, lekin oxir paytda bu o'zgarib kelyapti ancha. Chunki oldin Yaponiyada o'sha Nenko Joritsu yoki bo'lmasam Shushi Koyo degan narsa bo'lgan. Ya'ni bu o'sha Nenko Joritsu, ya'ni oldin kirgan odam darajasi ko'tarilishi oldin bo'lgan. Ya'ni bu poyezd relsga o'xshatiladi. Orqadagi vagon hech qachon oldingi vagondan quvib o'tib keta olmaydi-da. O'shanaqa bo'lgan, lekin oxir paytda bu o'zgarib kelyapti. O'shana hisobiga aynan 3 yil degan narsa menimcha to'g'ri deb o'ylamayman. Kim uchundir bu 1 yil bo'lishi mumkin, kim uchundir 5 yil bo'lishi mumkin. Bu odam o'ziga bog'liq narsa. O'sha jihatdan albatta 2,5 yilda yaxshi ko'p narsani o'rgandim deb o'ylayman. Ayniqsa o'sha Ruru Mamuru degan narsa bor yoki bo'lmasam bu yapon jamiyatida ham juda muhim narsa, ya'ni qoidaga amal qilish va o'sha Shakaijin Toshiteno mana degan narsalar bor. Ya'ni o'sha bitta jamiyat a'zosi bo'lishi bitta nimasi, ya'ni qonun qoidalari. Va o'sha qanaqa narsani qilish kerak, qanaqa narsani qilmaslik kerak va qay darajada, qay yo'sinda, qay tartibda qilish kerak degan narsalarni o'sha yerda ancha asosiy narsalarni o'rgandim deb o'ylayman. Agarda masalan o'sha birinchi u yerga kirmasdan boshqa chet el kompaniyasiga yoki boshqa joyga kirganimda bu eng birinchi darajadagi o'rganishim kerak bo'lgan narsani o'rgana olmasdim deb o'ylayman. Xuddi bu men uchun maktabni boshlang'ich sinfini o'rganishdek tajriba bo'ldi deb ayta olaman. Va o'sha yerda o'rgangan narsalarim hozirgi ishimda, misol uchun mana hozir ham klientlarimiz, mijozlarimiz yapon bo'lganligi uchun mailda yozishlar bor. U yerga qanaqa ularga muomala qilish kerak, mailda yoki telefonda yoki borgan payti va Meshkokan degan bir mayda joylarigacha ancha bu yerda menga katta tajriba bo'ldi deb o'ylayman. Birinchi navbatda o'sha qoidaga rioya qilishdan oldin qoida nimaga chiqqanini o'ylab olish kerak deb o'ylayman. Ya'ni o'shani o'ylasangiz, siz buni tushuna olasiz. Bu sababi mana shu. O'shanga o'xshagan har bitta qoidaning o'zining orqasida sababi bor. O'sha sababini biladigan bo'lsangiz, siz bu qoidani buzishga o'z ichingizda, ya'ni vijdoningiz yo'l qo'ymaydi. O'shaning uchun har bitta qoidani aytilgan paytda o'shani ko'rish kerak. Nima sababdan bu qoida tuzilgan. Lekin 100% bu degani Yaponiyada hamma qoidaga ya'ni amal qilish kerak-ku, lekin hamma qoida ham 100% to'g'ri tuzilgan deb aytib bo'lmaydi. Ba'zi qoidalar bor haqiqatan. Ya'ni buza olmaymiz, lekin qaysidir ma'noda o'zimizga to'g'rilab harakat, ya'ni o'sha o'zimizga to'g'rilab turib rioya qilishimiz yoki qaysidir ma'noda yoki qaysidir foyda rioya qilish kerak bo'lgan qoidalar bor, lekin 100% hammasi deb aytish biroz qiyin. Albatta o'sha sababi o'zi nima, bu qoidani tuzishdan maqsad nima, ma'no nima deganini bilib olish, bu amal qilish uchun ichimizda hech qanaqa, ya'ni yaponlarda gimon deydi-ku, ya'ni shubha qolmaydi. Bu qoida o'zi nimaga degan narsa. Birinchi navbatda o'sha Yaponiyada ya'ni Saitegen degan nima bor? Ya'ni eng oddiy qoidalar bor. Kelgan payt birinchi o'shani o'rganib olish deb o'ylayman. Ya'ni vaqtga amal qilish, atrofdagi odamlarga, ya'ni mevaku degan narsa bor, xalaqit qilmaslik va o'shanga o'xshagan eng oddiy qoidalar bor. Bu jamiyatdagi eng oddiy qoidalar. Bu eng birinchi navbatda o'shani o'rganishdan boshlash kerak. Ikkinchisi o'sha kelajakda nima qilmoqchimiz? Masalan, men o'sha 2015-yil kelgan bo'lsam, 2016-yilda ingliz tilida Tokiodagi ingliz tilida o'qish olib boriladigan universitetga kirganman. Lekin o'zim yoki akamlar boshqalar atrofimdagilar menga maslahat bergan o'sha payt. Agar Yaponiyada qolmoqchi bo'ladigan bo'lsang, senga ingliz tilida emas, yapon tilida o'qishni maslahat beramiz degan va o'shaning uchun universitetni tashlaganman-da. Bekor qilib turib, yana 1 yil yapon tili ustimda ishlab turib, keyin yapon tilida o'qishga kirganman. Mana shunga o'xshagan atrofingizda yaxshi senpaylar, ya'ni akalar, opalarimiz bu bo'lishi juda ham muhim deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik mana muammo chiqqan o'zbeklarni ko'ramiz, boshqa qilamiz, atrofga qaraydigan bo'lsak, atrofda o'shanga o'xshagan odamlar, ya'ni o'sha muammoni kelib chiqishiga sabab bo'ladigan odamlar yig'ilgan bo'ladi. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, o'zimizda qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi degan maqol bor o'sha. Ya'ni kelgan paytda qoidalarni bilish kerak va atrofingizga yaxshi odamlarni yig'ish kerak yoki bo'lmasam yaxshi odamlar yig'ilgan joyga siz borib qo'shilishingiz kerak. Bu nafaqat Yaponiyada, boshqa jamiyatlarda ham menimcha asosiy jamiyatda o'sha yashab qolishni asosiy qoidalaridan biri deb o'ylayman.